Sizni ham tomoq og'rig'i, burun bitishi bezovta qilyaptimi? Bu oddiy shamollash emas. Kuzgi va qish faslidagi eng xavfli lor kasalligi bo'lishi mumkin. Sovuq mavsumda havoning quruqligi va keskin o'zgarishni burnimizdagi himoya qatlamini buzadi. Natijada angina, sinusit, otit va hatto ovoz yo'qolishi ko'payadi. Lekin bilasizmi, aynan shu faslda odamlar eng ko'p bir xatoga yo'l qo'yadi. O'tib ketadi deb o'ylab, davolanishni kechiktiradi. Men lor shifokori sifatida shu mavsumda bunaqa bemorlarni 3 barobar ko'proq ko'raman. Ularning aksariyati kechikib murojaat qilishadi. Sizda burun bitishi, bosh og'rishi, tomoq qizarish, qichishish, quloq bitishi bezovta qiladigan bo'lsa, shifokor ko'rigiga kechiktirmasdan murojaat qilishingiz kerak. Lor ko'rigidan o'tish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz yoki direktga yozing.